Toshkent tumani axborot kutubxona markazi aziz do'stlarga Muxtor Xudoyqulovning Muyulishdagi uy kitobini tavsiya etadi. Qo'lingizdagi kitob taniqli masalchi, shoir va adib Muxtor Xudoyqulovning nasridagi ilk yirik asari, romandir. Ma'lum darajada avtobiografik xususiyatga ega bo'lgan bu asar markazida yozuvchi tug'ilib o'sgan Farg'ona vodiysidagi qishloqlardan birida yo'llar, Muyulishda joylashgan hovli uy va unda yashovchilar boshidan kechirgan voqealar turadi. Ular haqida esa asar qahramonlari muallifning ota-onasi, oila a'zolari va yaqinlari o'z millaridan hikoya qilib beradilar. O'quvchining ko'z o'ngida deyarli bir asr 100 yildan ko'proq vaqt mobaynida bo'lib o'tgan voqealar yaqin tariximizning haqqoniy manzaralari o'ziga xos badiiy ravishda gavdalanadi. Ushbu asar yozuvchining o'z o'quvchilariga navbatdagi ijodiy tuhfasidir. Aziz kitobsevar do'stlar, kutubxonamizga tashrif buyurib, ushbu kitoblardan samarali foydalanishingizni so'rab qolamiz.